platformaga kiramiz. Boshida kirib olish qiyin bo'lyapti. Pauza kirdi. Kirgandan keyin biz cho'qqilarni belgilab olamiz. Tezlik bilan belgilab olamiz. Tak. Belgiladik. Belgilaganimizdan keyin endi trend topib olishimiz kerak. Eng muhimi bizda trend bo'lmasa nima foydasi yo'q. Ishlashda foydasi yo'q. Tak, endi 2 minutlik qadar deyapti. Muhimi bu yerda trend. Muhimi trend bu yerda. Qolgani bir tiyin. Tak, 1 minutlik ham deyapti. Ikki minutlik ham deyapti. Lekin razborot 2 minut bo'lganda bitta qizil bergandan keyin pastga tushgan. 2 minut. Endi 2 minutda 30 sekundda nima qilamiz? 30 sekundga moslaymiz. Tak. Endi erisay. Erisayni shunga moslaymiz endi. Tak, 15. 14. Endi maydani 14.5 necha? 7 qilamiz. Buni o'chiramiz. 7 qilganimizdan keyin endi 2 minutga o'tamiz. 2 minutga o'tganimizdan keyin kutamiz. Evet, oldik. 30 sekund. $100. Kech qoldik bolalar. Kechmasak bizdeki ham ochilmaydi, ishtona qilinmaydi. Faqat yashil bo'lgan hisobiga TVga ochdim. Sizlar adashmanglar. Qizil yo'q, faqat yashil berganim uchun TVga ochdim, qo'rqmang. Ketdan ko'rlaymi? Qanaqa ishlanadi? Ashtarda ishlanadi. 18 sekund qoldi. Mana. Faqat razvorotlar bo'lgandan keyin. Faqat bunaqa razvorot
bo'ladi-yu, o'shanda ishlanadi bu strategiya. Adashmanglar. Plyus bo'ldi. Aytgancha, bitta plyus qildayam chiqib ketasizlar. Keyin bir yarim soatdan keyin yana shunday boshqa holatdan trend topasizlar, chizasizlar, boshqa qilasizlar. Indikatorlarni qo'shib turib bitta zilka qilasizlar, chiqib ketasizlar. Bo'ldi. Keyin уже strategiya o'zgaradi, minusga tiqib tashlaydi. Faqat kirasizlar, bitta zilka, bo'ldi, chiqib ketasizlar. Shu